Men hozir sizga hojatxonaga tez borish azobidan qanday 3 kunda qutulganligim sabablarini aytib beraman. 2020-yillarda boshlangan bo'lsa, endi kolxozda ishlaganmiz, yoshlikda boshqa qilganmiz, zak joylarda yurganmiz, texnikada ishlaganmiz, o'tirganmiz, bir joylarda kolxozda ishlagan paytlar shu zaxlarda o'tirishlardan endi kelib chiqqan men shamollab ketgan. Shuni evaziga shu prostata muammosi paydo bo'lib qoldi. 20-yillardan boshlandi. Shu borardim hojatga, shu borib horg'in o'tirib yarim soatlab ham 15 minutlab ham o'tirib, ba'zi tomchilab siyib, juda qiyinchiliklar bo'lgan bizda. Urologiya bo'limlariga borib, ulardan doktorlardan maslahat olib bizga dori yozib bergan, juda ko'p pullarim ketgan ana shu dorilarga men hayotda qiynalganman men. Har kuni kechalari 4-5 martagacha hojatga chiqish holatlari bo'lgan, uxlamaganman. Ertalab tursam juda horg'in, juda charchoq, ham asabiy bo'lib qolganman shu paytlarda. Yuraverdim, dori ichib, oshnalarim bilan shu bir joylarga borishga ham shu o'ylab, bir joyga borsam, to'yganmi yo marakaga borsam, hojatxonani qayerdan qidiraman deb o'ylab ko'pincha bormasdim ham, qoldirib ham ketardim aytilgan joylarga, marakalarga, to'ylarga. Oxiri keyin shu 25-yil oxirlariga kelib, 26-yillarga toza oxiriga yetib keldimiz. Siyishga, doriga ham ta'sir qilmay qoldi bizga. Hojatxonaga boraman, dori ichsam ham shu o'tiraman, shu toza napor yo'q, boyagidek siyaman, kam jiz qilib, ozgina kam siyib, shunaqa qilib juda qiynalib boraman, uyga boraman, yana bir 15 minutdan keyin yana hojatga kelaman, qovug'imda oxirigacha o'shalmadi-da, qisqasi to'liq siydik chiqib ketmasdan qiynalib shunaqa qilib rosa qiynalganman-da men. Endi hozirgi holatim juda yaxshi, a'lo darajada desam bo'ladi. Shu yoshligimga qaytib qoldim. Pashti shu masalan 20-25 yoshlarda qanday yurgan bo'lsam, umuman bu prostata muammosi meni yodimdan chiqib ketdi hozir. Endi hozir kechki paytda endi uyqudan oldin hojatga hamma el qatori bir boramizda, shundan yotaman, ertalab turaman, Xudoga shukr. Horatga chiqamiz bomdodga. Shu bo'ldi, boshqa hech qanday hojatga qatnashga menga nima hojat yo'q hech. O'z yaxshi bo'lib ketdim, Xudoga shukr. Naporlari ham xuddi yoshlikdagidek juda zo'r. Naporlar ham yaxshi. Bitta o'tirish ham shart emas. Ilgarigidek biron joyga marakaga borsa, o'ylanib boradigan vaqtlar ham o'tib ketdi. Endi ularni o'ylamaymiz ham. Boramiz, to'ygami, marakadami xohlagancha o'tiramiz ham. Bizda hech qanday hech narsa bezovta qilmaydi. To'liq bo'shaydi. Bitta borishda o'zida to'liq bo'shab, yaxshi bo'lib ketdi mana Allohga shukr. Shu qanday qilib davo topganingizni gapirib berasiz hozir? Mayli. Xuddi shu videoni mana shu men Samarqand Pastdarg'om tumanidan o'tirib gapiryapman. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar, meni eshitingizlar. Qanday qilib davo topganingizni, men qanday qilib davo topganimni hamma eshitsin. Bizni ko'rayotganlar orasida sizni holatingizga havas qilganlar shu videoga bitta like bosib qo'ysin. Bitta like bosib qo'yingizlar shu videoga, bizga havas qilgan insonlarga bitta shu bizda iltimosimiz like bosib qo'yingizlar, ayamasdan. Va kommentariyaga o'zini viloyatini yozib qoldirsa, biz yana filial ochmoqchimiz, videolarda aytdik. Samarqanddan bitta ochingizlar, yaqinroq bo'ladi. Qani ko'ramiz. Kommentariyaga bu videoni qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar, qaysi viloyatdan qancha ko'p odam bo'lsa, shu viloyatda filial ochishni harakatini qilamiz, xudo xolasa. Ayting, yozishsin shuni kommentariyaga. Kommentariyaga yozingizlar. Mana shu qaysi viloyatdan? Samarqandliklar sizlarga ayniqsa shu yerda yaqinroq bo'ladi, borib shu davolanishga, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Birinchi shu internetda ko'rib qoldim, YouTube'da ko'rdim. Shu bir 6 oy, 1 yillar oldin ko'rganman-da, shungacha shu gap rostmikan, aniq davolanamizmikan deb o'ylanib, ikkilanib, tuzalib ketamanmi, yo'qmi deb qo'rqib bormay yurdim ancha o'xshab. Bir 6 oylar oldin. Faqat videolarni kuzatib yurdim, Doniyor Ibragimovni kuzatib yurdim. Keyin qarasam, haqiqatda bizga o'xshagan keksa yoshdagi odamlar, 60, 70, 80 yoshdagi chollar, orakalar, masalan imomlar operatsiya bo'lgan bir nechtasi, ular yolg'on gapirmasligini bildim-da, shularga ishonib yo'q, hal men ham bora qoldim keyin shu. YouTube'da ko'rib, videoda chiqqan nomerlarga telefon qildim. Telefon qildim. Samarqand viloyatidanman, Pastdarg'om tumanidanman deb aytdim. Toshkentdagi filialni aytishdi. Namanganda bor, Farg'onada bor, keyin Toshkentda bor, keyin Xorazmda bor, Tojikistonda bor. Demak siz men shu eng yaxshi quli, Samarqanddanman degandan keyin Toshkent yaqinroq sizga dedi. Keyin boshqa joylarda ham taklif nima qilishdi u bizga? Taklif qilishdi odamlar. Lekin ular hozir Toshkentdagidek apparatlar juda kuchli emas ekan. Melik degan nimada Miliyab operatsiyasi. Miliyab operatsiya. Boshqa joylarda tur qiladi. Tur qilar ekan ularda. Uniki biroz qiyinroq ekan. Buniki juda oson, ham tez, ham sifatliligi uchun
men shu Melikka bora qoldim, shu Doniyor akaga. Doniyor akaga bordim mana shu yerga. Xo'p, mana qarang, gaplashdingiz, borishga qaror qildingiz. Gaplashgandan keyin ham o'ylanib yurdingizmi yo gaplashib bordingizmi? Yo, gaplashgandan keyin ham o'ylanib turdim bir ikki kun. Qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan qo'rqib. Yoshimiz ketgan endi bir 70 yoshimiz ham 70 ga kiramiz. 56-yilda tug'ilganman 1900. Shunga o'ylanib axir shu majbur bo'ldim borishga. Shuni holatim juda qiyinlashib, yomonlashib qoldi oxirgi paytlarda. Mana shu hojatga boraman, siyishga qiynalib qoldim juda. Tomchilab siyadigan qoldim, yarim soatlab turaman hojatxonada. Oxirim men aytdim bolalarga meni olib bormasanglar bo'lmaydi bolalar. Shu mana shunday holat. Endi shu operatsiya oxirgi choram shu operatsiya deb oxirgi choraga shu taqalib qolgandan keyin shu operatsiyaga rozi bo'lib o'zim bordim shu yoqqa. Borgandan keyin klinikani izlab adashib bu yoqqa o'tib ketdik, shahar ichida Toshkentda oxiri borib topib oldik. Bizni qabulxonaga uchrashdik. Qabulxonadan keyin ikkinchi etajda ekan doktorlar o'sha yerga bordik, shu Ibragimovich shogirdlariga uchrashdik. Ular keyin nima bo'layapti deb bizdan bo'ladigan jarayonlarni so'radi, kasallik tarixlarini so'radi, qachondan beri deb. Hammasini bizlar tushuntirib, sekin-sekin aytdik. Shu masalan 2020-yildan beri shunaqa qiynalib yurdim. Oxiri oqibat mana shu yerga kelishga majbur bo'ldim sizlar oldlaringga deb doktorlarga tushuntirib aytgandan keyin bular hammasini analiz qilib, ko'rib, keyin bizni tekshiruvga buyurdi. Qon analiz, siydik analiz, hammasi yurak, boshqa hamma organlarni tekshirishga buyurdi. Shu yerda hamma tekshiruvdan o'tdik shu yerda. Palataga yotdik. Menga o'xshagan kasallardan bu yerda surxondaryolik bor ekan, keyin Turkmanistondan bitta Yoqubjon degan bir yigit bilan yotdik biz. Yigitamiz bizdan bir 3-4 yosh katta ekan, 76 yoshga kirar ekan shu odam. Ularda ham xuddi shu bizda muammomiz. Ular ham sharqdan eshitib, YouTube'dan ko'rib, Turkmanistondan kelgan ekan. Hammamiz birga bo'ldik surxondaryolik, keyin Qashqadaryodan bir o'g'aynimiz bor ekan yerda, shu keyin Urgutdan ham bitta yigit bor ekan, u ham shunaqa shu kasal. Hammamiz bir bo'lib yotdik, bitta bir doktorlar kelib qo'rqmangizlar, hech qanday bilmaysizlar, shu hech qanday choksiz, nima qon chiqarmasdan og'riqsiz operatsiya qilamiz deb bilmaysizlar ham deb hammasi tasalli berib turdi bizga. O'zlari tayinlar ekan, eng og'irlarini birinchi kirgizdi. Adenomas kattalarni qiynalib turganlar, peshobda ishlayotganlar ham bor ekan ular ichida, biz ichimizda. Birinchi shunga o'xshagan og'irroqlarni kirgizib ketdi-da, keyin oxiri bizga navbat keldi. Men qo'rqmadim, masalan, men birinchi marta operatsiya bo'lishim edi, o'zi dunyoda hech operatsiya bo'lmagandim, lekin hech qanday qo'rquv bo'lmadi. Bizda shunday stolga chiqardik, yotqizib belimdan bitta ukol qilardi. Beldan pasti ishlamay qolar ekan. O'zingiz televizorga qarab yotaverar ekansiz, nima bo'layotganini ko'rib yotasiz. Siz undan oldin YouTube'da ham ko'rgansiz bu jarayonni. YouTube'da ko'rdim shu jarayonlarni. Xuddi shu jarayonni o'zim ham o'z ko'zim bilan ko'rib, shu o'zim ham shu nima guvoh bo'ldim shu jarayonlarga. Yo'q, bir pasda shu olib tashladi Ibragimovich o'zi. Doniyor aka bo'ldi degandan keyin bizda reanimatsiya xonaga oldi. Reanimatsiya xonada 2 soat nari beri yotdik. Keyin narkoz tarqadi. Narkoz tarqagandan keyin bizni palataga olishdi. Keyin ertalab soat 10largacha yotdik. Javob berdi bizni uyimizga. Ketaverdik, qarang. Yaxshi bu bir pasda yaxshi. U yerdagi holatingiz qanaqa bo'ldi? Endi birinchi kateterda bo'ladi. Kateterda, aytdim-ku, kateterda birinchi operatsiya qilgandan keyin kateter nima qo'yar ekan, ukol qiladi. Ukol, osma ukol ilib qo'yib, shu adenomani tozalaykan ukol bilan yuvib, qonlarni chiqarib yuborar ekan. Toza bo'lgandan keyin ertalab soat 10larga obedga yaqin kateterda oldi. Tiniq bo'lib yaxshi bo'lgandan keyin sizga javob dedi, faqat ketishda o'tirmasdan mashinani sidini yotqizib ketasiz dedi. O'tirmang faqat. Bu yerda peshob qildingizmi, o'zingiz siydingizmi? Shu holatdagi xursandchilik. Yaxshi, juda yaxshi siydim. Shu kateterda olganda siying deb o'zlari qarab kuzatib turar ekan. Napor zo'r. Napor zo'r, juda yaxshi bo'ldi. To'liq bo'shagan. Quv bo'shab, juda xursand bo'ldik. Keyin uyga qarab kelaverdik. Shundan keyin uyda bir 5-6 kun sal achish bo'lar ekan bu operatsiyadan keyin-da, endi u munosab tabiiy holat u bo'ladi. Shu siydik yo'ldan dori yozib berishdi. Dori yozib berishdi shu nimalarga qarshi, shamollashlarga, boshqasiga, yeringlarga qarshi antibiotiklar. Shu uyga kelgandan keyin ukollarni oldik. Sizga aytishdimi, shu ma'lum bir muddat yonboshlab yotib turasiz. Shunaqa o'tirmaysiz, yonboshlab yotib turasiz yoki bo'lmasa uzoq yotasiz, osmonga qarab yotasiz dedi. O'tirmang faqat deb bir 10 kun, 15 kun shunaqa yotib o'tirmaysiz. Parhezi bordi. Parhezi bor ekan.
Shularni qildik. Xudoga shukr, mana ko'rib turganingizda hozir yosh Endi mana yigitlardek. hozirgi paytingiz qanaqa? Hozirgi paytim juda a'lo darajada biz. Shunaqangi juda xursandman. Hojatga borasiz, bir 5 sekund, 10 sekundda o'zi 10 sekundga bormaysiz, 5 sekundda hojatga chiqib bo'lib, o'z uyga qaytaman darrov. Oldin qanaqa bo'lardi oldingi holat? Oldingi holat 10 minut, 5 minut o'tirasiz, borasiz, qiynalib, juda bir dori mana shunday ham, dori Tamsol degan bir nima kapsulasi bo'lardi. Shuni sotib olib kelaman har oyiga 2 pachka, 3 pachka, shundan kuniga bir dona ichib turmasam, shu hojatga chiqishim qiyin bo'lib, umuman kelmay qolardi, siydik, juda qiynalib qolardim. Hozirgi holatim hech qanday tabletka, dori ichmayman. Xudoga shukr, xohlagan joyimga boraman, hojatxona qidirmayman. Kechasi uxlayman, ertalab turib hojatga boraman. Tamom, kechasi turmayman ayrim kunlari. Bir yarim turmasam, boshqa turmayman. Oldin qanaqa edi? Oldin 5 tur martagacha ham turgan joylarim borda, 5 martagacha ham kechasi. Juda qiynab, uyqu bo'lmaydi. Shunchalar ertalab karaxt bo'lib, bir juda bir qiyin ahvolda turardim-da. Hozirlar yaxshi, Allohga shukr. Juda bir Allohning bir nimasi ekanmiz, shu suygan bandamiz. Yaxshi bo'lib qoldik mana. Xudoga shukr, bolalarim ham xursand, o'zim ham. Kechasi uxlamagan odam asabiy bo'lib qoladi. Sizda qanaqa edi? Juda asabiy bo'lib qoldim. Shu bolalarimga ham baqirib, urishib, har arzimagan narsalarga jahlim chiqib ketaverardi. Shunaqa bo'lib qoldim shu oxirgi paytlarda, shu operatsiyadan oldin. Endi Xudoga shukr, yaxshi xushchaqchaq mana do'stlarim ham hammasi bilan yuramiz, yaqa-buyoqqa pensionerlar bilan birga. Shular qanaqa bo'lyapti? Ziyoratlarga boramiz. Yuribmiz, qidirib, har pensiyani olgandan keyin yaqa-buyoqqa tomoshaga chiqamiz. Choy paytishlarga boramiz. Samovarlarga chiqamiz. Oldin qanaqa edi? O'ylamaymiz. Oldin shu chiqishlarni ham o'ylab chiqardingiz-da, chiqsam, bir joylarga borsam, shunaqa bir qistab qolsa, nima qilaman ekan deb o'ylab bormasdim-da ko'p. Mashinani to'xtat degan do'stlardan hijolat. Mashinani to'xtatishga ham qanday to'xtatasiz endi, men shunaqa bo'lib qoldim deb ayta olmay hijolat bo'lib aytganingizdek, shunaqa bir 2 yil 3 yil toza eng oxirgi paytlarda qiynalganman-da. Xudoga shukr, mana hozir haqiqat to'ylarga borishchi? To'ylarga borish. To'ylarga borib yuribmiz hozir. Zo'r aytaman-ki, hech yerdan qolmaymiz. Hamma joyga boramiz. Allohga shukr, yaxshi. Hojatxonani g'ami yo'q. Hojatxona g'amim umuman yo'q. Shu chidab ketaveraman ham, bir sutka ham yuraveraman agar nima qilmasa, bu nima qilish yo'q. Qiynalmayman hech qachon. Yaxshi. Mana hozir bizni shu YouTube'da ko'rayotganlarning orasida ham siz ham aytdingiz-ku, 1 yil kuzatganman. Shunaqa. Shu 1 yildan beri kuzatib, shu siyishga qiynalib, siydik kelmasdan, napori pasayib, shuna bo'lib yurganlar ko'p-da. Siz tengqurlar, sizdan kattalar. Endi ularga nima deysiz o'zingiz? Endi shu menga o'xshagan qiynalib yurgan O'zbekiston xalqi, chollar, chol kishilar, bemor odamlarga hammasiga meni tavsiyalarim, sizlar ham shu qo'rqmangizlar. Boringizlar, shu men borgan joylarga borib davolaningizlar. Bu hayot g'animat. Odam zot bir kun bo'lsa ham o'zi uchun yaxshi yashash kerak. Qo'rqmasdan boringizlar. Hech qanday qiyinchiligi yo'q ekan. Mana bir yarim soat uzog'i bilan shu 30 minut, 35 minutda adenomani olib tashlaydi. Hech narsa ko'rmaganda yaxshi bo'lib ketasizlar. Siz endi oldin bunaqa operatsiya borligini bilishingizdan oldin, endi bu qarichilik ekan deb yurganmisiz? Shunaqa ham deb yurdim, qarasam bo'lmaydigan bo'ldi-da. Qarichilik deb endi hali o'zimizda kuchimiz bor, quvvatimiz bor, 70 ga kirgan bo'lsa ham mana agorotlarga ishlaymiz, ozmas, boshqa qilib yurardik. Endi men aytdim, endi hali yosh, uncha qarbim to'xtab qolgan joyimiz yo'q-da. Shuning uchun men aytdim, davolanish kerak. Davosi bordir deb yurdim. Bolalarim keyin qo'ymadi, yuring dada deb olib borishdi. O'sha yerga keyin operatsiya qildirgani olib bordi-da, xullas. Chunki mana bizni ko'rib turganlar orasida ham buni davosi yo'q bo'lsa kerak, bu endi qarichilikda shunday o'tsam kerak deb o'ylaydi. Unday bo'lmasa kerak. Oldingi zamonda ham shunaqa bo'lganda. Bo'lgan. Oldingi zamonda endi. Hozir mana zamonaviy operatsiyalar, apparatlar chiqib, hech qanaqa joyini kesmasdan, tig' tekkizmasdan, shu CD yo'li bilan lazer orqali olib chiqib ketadi. Xuddi shunday, lazer orqali tushmaydi boshqa joyiga. Keyin sahrlarni ham qilsa bo'ladimi deydi. Ular umuman muammo yo'q. Sahrmi boshqasimi, hamma kasalliklarni shu oldin 1-2 kun qarab davolab, shularni operatsiya qilyaptilar. Shu yaxshi bo'lib ketyapti shu insonlar ham. Meni bilganim aytdimki, mana Turkmanistondan yigitlar bilan hozirgacha ham telefonlashib turamiz. Toshkentda bolalar ham, ular ham aytadi, zo'rmiz deydi. Biz bilan rosa gurung qilamiz, o'tirib telefonda gaplashamiz. Endi o'zini ko'rmayman. Turkmanistonlik ukalar, akalar bor. O'sha yerda ham o'shalar bilan ham toshkentlik bolalar bor. Ular bilan ham telefonlashib turamiz. Ular ham yaxshi bo'lib ketdim deydi, yaxshi. Hammasi yaxshi ekan. Men bilan bir potokda kirgan, operatsiya kirgan bolalar hammasi chollar yaxshi deydi. Mana hozirgi holatingizdan kelib chiqib, shu undan oldin misol
YouTube'da birinchi ko'rganimdayoq borsam bo'lardi ekan degan xayol bo'ldimi? Bo'ldi. Shu ertaroq borishim kerak. Ha, ertaroq borsam bo'lar ekan, bundan 6 oy bo'lmasa 1 yil oldin borsam bo'lar ekan degan xayollar o'tdi. Men aytdim, qo'rqoqlik qildik-da, bormadik-da deb afsuslanib yurdik bir ikki kun. Baribir endi vaqt o'zini vaqti ekan, qarang, har bir narsaning vaqt soati bor degandek. Bizning vaqt soatimiz shu 8-aprelga to'g'ri kelgan ekan. 8-aprelda bordik, yomon emas, Allohga shukr, yaxshi, mana hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu doktorlarga katta rahmat. Shular boriga shukr deyman, shu doktorlarimizni boriga shukr, shularning ota-onasiga, shularni katta qilgan ota-onalariga ming bor rahmat. Ularga shu Alloh shu kuch-quvvat beraversin shu doktorlarimizga. Allohim shu shifo qilib odamlarga shifo tarqatishda charchamasin hech qachon. Sizga ham rahmat. Mana sizga ko'z tegmasin, buncha odamning ko'zi tegib qolmasin. Hamma qilsinki, ular ham davo topsin inshaalloh. Shunaqa, har bir bemor shifo topsin. Alloh shifosini bersin har biriga. Doktorlarimizga yana bir bor aytaman, ular ham charchamasin shifo yo'lida. Har bir insonlarga shifo ulashishda charchamasin. Shu Doniyor Ibragimovichga o'xshagan insonlar ko'payaversin. Shu chollarni dardiga malham bo'lsin iloyim. Farzandlarining huzurini ko'rsin. Shu doktorlarimizni qo'l dard ko'rmasin hech qachon.